Xo'p, umumiy boshidan boshlasak, demak bizda qozonxonadan kelyapti. Ya'ni T1 dedik buni. T1 kelyapti. Demak, bu yerda xuddi o'sha отопление blokida ketma-ketlikda sharovoy kran, zaporniy armatura, undan keyin manometr bosimni ko'rishimiz uchun va undan keyin bizda reguliрующий klapan. Reguliрующий klapanimiz esa undan keyin esa mana yana manometr. Demak, bu klapandan oldingi va keyingi bosimni bilish uchun qo'llanilgan manometrlar u tomonga qarab qolibdi hozir bu yerda. Va bu yerda yana ko'rishimiz mumkin, bu yerda harorat datchik, harorat termometri. Ya'ni termometr. Teplomenlikka kirdi. Teplomenlikda keyin yana bizga chiqib ketyapti общий обраткamiz T2. T2 обраткamiz bu yerda umumiy obratga hisoblanadi. Ya'ni T22 dan ham kirib, yana qo'shilib T2 bo'lib qaytib ketadi. Hozirgi bu yozgi rejimda отопление blokimiz ishlamayapti. Buni montajliklarimiz ozgina xatolikka yo'l qo'yibdi. Demak, buni biz отопление blokimiz ishlamayaptimi? Demak, buni biz o'chirishimiz kerak. Demak, bu umumiy T1 orqali T1 dan kelayotgan teplanasida T2 dan pryamoy qaytib ketilishi kerak. Xo'p, bu bo'ldimi? Demak, bu yana o'sha T22 ni bypass tizimi. Qachonki qishning kuni bizda tizim ishlamayapti, issiq suv tizimi ishlamayapti, qanaqa nosozlik bo'ldi, o'chirib turishimiz kerak. Lekin отопление ishlayverish kerak. O'shanda bu tizimni ishlatib turishimiz uchun bu yerda biz bu bypassli tizimni ochishimiz kerak. Ya'ni отоплениyaning обраткasi прямой kelib, umumiy общий obratkadan qaytib ketish kerak. Teplomenlikka issiq suv blokiga kirmasdan. Xo'p, bu umumiy, demak, GVS blokini T1 qismi edi. Xo'p, endi bizga GVS blokini ichki tomoni, ichki tizim tomonini o'tadigan bo'lsak, ichki tizim tomoni bizda nima? Demak, birinchi bizda sovuq suv kelyapti. Sovuq suv kelyapti. Mana sovuq suvning umumiy ulanish joyi. Demak, sovuq suvning bosimini ko'rishimiz uchun bu yerda manometr. Manometrdan keyin esa bu yerda sovuq suvni umumiy yopib qo'yish uchun zaporniy armatura, ya'ni sharovoy kran va u yerda demak bu yerda filtrdan oldingi bosimni ko'rishimiz uchun bu yerda bizda manometr va filtr bu yerda demak kelayotgan sovuq suvni tozalash uchun sechniy filtrimiz. Va bu filtrdan keyin yana bitta manometrimiz. Demak, bu yerda manometrlar farqiga qarab bu filtr to'lgan yo to'lmaganligini aniqlab bilib olib xizmat ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Va bu yerda demak tizimni remont qilinayotgan vaqtda tizimni bo'shatish uchun demak drenajniy tizimimiz. Va bu yerda sovuq suv kirib kelayotgan sovuq suvning umumiy hajmini aniqlash uchun, demak, obyekt qancha sovuq suvni olib issiq suv ko'rinishiga keltirilganligini bilish uchun bizga bu yerda hisoblagich qo'yilgan. Demak, hisoblagichlarimiz bu yerda demak ko'rib turibsiz, 425 metr kub hajmdagi sovuq suvni iste'mol qilgan bu maktab. Va o'shancha suvni demak issiq suv ko'rinishida demak ichki tizimga uzatib bergan. Demak, bu hisoblagichlarimiz smart hisoblagichlar hisoblanadi. Ya'ni energiya hisob-kitob qiluvchi demak vычислительimizga ulangan. Ko'rinib turibdi. O'sha vычислительda ham ma'lumotini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda hisoblagichdan счетчикdan keyin bosimni bilishimiz uchun manometr va bu yerda обратный klapanimiz, ya'ni kirib kelayotgan sovuq suv tizimda ortiqcha davleniya bo'ladigan bo'lsa qaytib ketmasligi uchun, tizimni bo'shatib qo'ymasligi uchun demak qaytish klapan, ya'ni обратный klapan. Va o'z navbatida tizimda sovuq suvdan uzishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa sharovoy kran. Xo'p, sovuq suvning haroratini bilishimiz uchun bu yerda termometr kirib kelayotgan sovuq suvning haroratini bilishimiz uchun va o'z navbatida teplomenlikka kirib ketayotgan
sovuq suv bosimini bilish uchun manometrimiz va teplommerligimiz. Bu demak texnik tilda buni biz B1 uzeli deymiz. Ya'ni B1. B1 ketdi. Demak, bu yerdan keyin bizda bu uzelimiz issiq suvni ichki xonadonga uzatuvchi podachamiz. Ya'ni T3 uzelimiz hisoblanadi. Ya'ni bu yerda teplommerlikka kirib kelgan sovuq suv haroratini oshirgan holatda ichki tizimga kirib ketish uchun mo'ljallangan. Ya'ni bu yerda 15 yoki 10 gradus haroratli sovuq suv kelyapti va teplommerlikka kirib haroratini oshirgan holatda 60-65 gradus haroratdagi issiq suv bo'lib ketadi. Bu yerda yana issiq suvning haroratini bilishimiz uchun bu yerda demak termometrimiz bor. Yana ortiqcha bosim oshib ketadigan bo'lsa, uni o'sha narsani bosim oshishdan saqlovchi klapanimiz bor. Предохранительный klapan, saqlovchi klapan va issiq suv xonadonga iste'molchiga ketayotgan issiq suvning haroratini bilish uchun harorat datchiklarimiz, ya'ni temperaturniy datchiklarimiz o'rnatilgan. Bu avtomatikaga ketadi, ya'ni kontrollerga. O'sha kontroller orqali boshqariladi. Va tizimga ketayotgan bosimni bilish uchun, ya'ni ichki tizimga ketayotgan issiq suv bosimini bilish uchun manometrimiz va issiq suvni uzishi uchun yoki issiq suvni yopish yoki ochish uchun zaporniy armaturamiz. Xo'p, bu bizda T3 uzeli bo'ldi. Xo'p, demak issiq suv blokimiz maksimalniy qulaylik, iste'molchi uchun qulaylik olib kelish uchun demak tizimda demak resirkulyatsiya tizimidan foydalanilgan. Resirkulyatsiya tizimi nima? Siz masalan xonadonda turibsiz, kranni jo'mrakda ochdingiz. Eski tizimda demak siz o'sha lejak stayakda qolib ketgan turib qolgan sovigan suv chiqib ketishini kutishingiz kerak. Где-то bir o'rtacha 2 yoki 3 minut kutishingiz keyin to'g'ri kelib qolishi mumkin ba'zi holatlarda. O'sha vaqt ichida o'zi 100-200 litr suvni ham oqizib yuborishingizga to'g'ri kelishi mumkin. O'sha narsani oldini olish uchun bu yerda tizimda umumiy resirkulyatsiya tizimi o'rnatilgan. Ya'ni resirkulyatsiya tizimida boyagi lejak stayaklarda umumiy suvni aylantirib turadi. O'sha orqali belgilangan haroratdagi suvni ta'minlab turish uchun mo'ljallangan. O'shanda siz jo'mrakni ochasiz va darhol sizga issiq suv yetib keladi. O'shaning uchun resirkulyatsiya tizimi. Xo'p, resirkulyatsiya tizimimiz demak bu yerda T4 deb belgilaymiz markirovkada. Demak T4imiz kelyapti. Bu yerda kelayotgan liniyadagi bosimni bilish uchun manometrimiz, haroratini bilish uchun termometrimiz va T4ni, ya'ni liniyani berkitishimiz uchun sharoviy kranimiz bor. Va sharoviy krandan keyin yana manometr uchun joy bor va T4dan kelayotgan suvlarni tozalash uchun sechitniy filtrimiz. Ya'ni bu sechitniy filtrimiz ham nasoslarni himoyalaydi, ham teplommerlikni to'lib qolishdan himoyalaydi bu narsa. Xo'p, endi bundan keyin bizga relay davleniya. Bu relay davleniyamiz yana bu nasosning himoyasi uchun quruq ishlab qolishdan himoya releysi hisoblanadi. Relay sухого хода deb nomlasak ham bo'ladi. Xo'p, bu yerda yana bizda filtrdan keyingi bosimni ko'rish uchun manometr uchun joy. Manometr ham bo'lishi kerak. Hozir bu yerda yo'q ekan. Ya'ni bu yerda filtrdan oldin va filtrdan keyin filtr to'lib qolgan yoki to'lib qolmaganligini bilish uchun manometr uchun joylar. Va bizda ham nasos. Sirkulyatsionniy nasoslarimiz. Xo'p, sirkulyatsionniy nasoslarimiz постоянный, demak aylanib turishi kerak bo'ladi. Demak tizimda doimiy issiq suvni aylanib turishi kerak. Chunki bu yerda nimaga? Bizda закрытие sistema issiq suv tizimimiz, ya'ni bu yerda doimiy закрытие bo'lgandan keyin o'zini samotok aylanishga ulgurmaydi. O'shaning uchun tizimda doimiy suvni aylantirib turish uchun sirkulyatsion nasosimiz. Xo'p, sirkulyatsion nasosimiz, bu yerga sirkulyatsion nasos uchun demak doimiy aylantirib turish kerak. Bu yerda trехскоростный nasos o'rnatilgan. Bu ham mokriy rotorli nasos, ya'ni bu yerda shovqin darajasi, tebranish darajasi past bo'lgan nasos hisoblanadi. Ya'ni sirkulyatsion aylantirib beruvchi nasos.
Xo'p, nasosimizdan keyin umumiy liniyamiz ketyapti. Bu yoqda esa mana bu sistemani drenajniy chiqishi bor, ya'ni sliv qilib yuborish uchun, demak sistemada qachonki remont qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, suvni oqizib yuborishimiz uchun. Xo'p, bu yerda demak izolyatsiyada o'ralib qolib ketibdi. Demak, обратный klapanimiz bor. Demak, nasosdan keyin qaytish klapani o'rnatilishi kerak, keyin nasos orqaga ishlab qolishi kerak emas. O'shaning uchun обратный klapan qo'yilgan. Izolyatsiyaga o'ralib qolib ketibdi. Keyin mana ekan bu yoqda. Demak, sharoy krandan oldin qo'yilgan mana обратный klapan. Обратный klapandan keyin bizda sharoy kran, zaporniy armatura va teplobmennikka qarab ketish. Xo'p, bu yerda demak manometrimiz uchun joy va u tomonni demak sistemani bo'shatish uchun sliv qo'yilgan, drenajniy chiqish yo'li. Va T4dagi haroratni bilishimiz uchun, vizualni bilishimiz uchun termometr qo'yilgan. Xo'p, umumiy GVS blok shulardan iborat. Chirchiq shahar 20-maktabga qo'yilgan GVS blokimizda reguliruющий armaturasi, ya'ni reguliruющий klapanimizda privodi, demak akkumulyatori bor. Bu yerda umniy tizim deymiz. Xo'p, mayli. Qachonki tarmoqda svet o'chib qoladigan bo'lsa, tok o'chadigan bo'lsa, demak klapan bir xil pozitsiyada qolib ketishi kerak bo'ladi. O'sha bir xil pozitsiyada qolib ketmasin, bu yerda foydalanuvchilarni xavfsizligini o'ylagan maqsadda bu yerda akkumulyator bor. O'sha akkumulyator asosida demak klapanni yopib qo'yadi. Ya'ni chunki masalan magistralniy tizimdan harorat oshib ketadigan bo'lsa, klapan bir xil pozitsiyada qolib ketadigan bo'lsa, demak foydalanuvchi, iste'molchi demak jo'mrakni ochadigan bo'lsa, belgilangan me'yordan yuqori haroratdagi issiq suv kelib qolishi mumkin. O'shani oldini olish maqsadida akkumulyatorning muvofiqlashtiruvchi klapandan foydalanganmiz. Xo'p, GVS va отопление bloki va uni markirovkalarini tushuntirib o'tib ketdik. Demak, bizda yana boshiga qaytsak, kirish va hisob-kitob blok. Kirish va hisob-kitob blokini podachasini T1 deymiz. Avratkasini esa T2 markirovka bilan ifodalaymiz. Xo'p, umumiy shular. Xo'p, bu yerda demak kotelni, ya'ni qozonxonani belgilangan haroratdan, xo'p, qozonxonalarda o'zining bir talabi bor, me'yori bor. Ya'ni qozonxonalarga demak uni korroziyadan saqlash uchun, ishlash davrini oshirish uchun, foydalanish davrini o'sha belgilangan davrda ishlab berish uchun bitta talab bor. Demak, u yerga juda past temperaturada suv qaytishi kerak emas. O'shani vazifasini bajarib berish uchun bizlarda ham obratkaga ham temperaturniy datchiklarimiz qo'yilgan. Ya'ni kotelnilarga 56 gradusdan past haroratdagi suv qaytadigan bo'lsa, demak kotelnida kondensat hosil bo'ladi. Kondensat esa o'ta kuchli kislotli muhitga ega, kislotali muhitga ega. Bu kislotali muhit esa demak kotelnidagi kotellarimiz, ya'ni qozonlarimiz metaldan ishlangan, qora metaldan. Ular esa demak kislotali muhit, bu yerda korroziya, ya'ni zanglash, oksidlanish jarayonini tezlashtirib yuboradi. O'shaning uchun demak umumiy kontrollerimizga prioritet, ya'ni umumiy eng afzal ko'rilgan muhim jihat deb aytadigan bo'lsak, o'sha narsaga kiritib o'tilgan. Demak, belgilangan haroratdan past haroratdan kotelniga qaytish kerak emas. O'shaning uchun ham T21 T2larimizga demak harorat datchiklari qo'yilgan. Ya'ni 56-60 gradusdan past harorat bo'ladigan bo'lsa, ichki haroratga nisbatan kotelnini prioritetini afzal bilib, yuqori bilib, o'shani kotelnini himoya qilish uchun kontrollerimiz ishlaydi. O'sha vazifani bajaradi. Xo'p, individual issiqlik punktlari
demak bu 20-maktab uchun qo'llanilgan foydalanish sxemasini tushuntirdik. Bu yerda yana ham boshqa tipdagilar ham bo'lishi mumkin, ya'ni yuqori qavatli binolar, zdaniyalar bo'ladigan bo'lsa, ularga yana bosim podpitka tizimi uchun yoki sovuq suv tizimi uchun bosim oshirib beruvchi nasoslar qo'llanishi mumkin. Yoki haddan tashqari demak trassamizda davleniya bosim yuqori bo'ladigan bo'lsa, ichki tizimga bosimni kamaytirib berish uchun podpitka tizimlarimizda yana bosim kamaytirib beruvchi regulyator peripod davleniyalar qo'llanilgan bo'lishi mumkin. U tex zadaniyadan va o'sha joyni, kotelniyni va o'sha binoni parametrlaridan kelib chiqqan holatda loyihalanadi. Demak, har bitta bino uchun har teplovoy punktlarimiz individual hisob-kitob asosida loyihalanib ishlab chiqariladi. O'shaning uchun ham bu issiqlik punktlarimizni individual issiqlik punktlari deb nomlaymiz. O'shaning uchun ham bular seriyniy bitta seriyadagi mahsulot sifatida ishlab chiqarib bo'lmaydi. Individual issiqlik punktlari konstruksiyalari bo'yicha, unda ishlatilgan jihozlari bo'yicha aytib o'tib ketdik. Buni har bitta jihoz bo'yicha yana ham chuqur kirib borishimiz mumkin, chunki har bittasi bo'yicha uni foydalanish, qo'llanish, uni hisob-kitobi va tanlash o'zi alohida bitta tema hisoblanadi. Ya'ni har biriniki uchun alohida bitta mavzu hisoblanadi. Ya'ni bu yerda umumiy quvur diametrlarini tanlashimiz mumkin. Masalan, bu yerda nima uchun demak 80 diametrdagi quvur tanlangan, nima uchun bu yerda 100 diametrdagi quvur tanlangan degan savollar bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda teplonositilni, ya'ni issiqlik tashuvchini harakat tezligidan kelib chiqqan holatda. Demak, biz belgilangan 570-250 bo'ladigan bo'lsa, umumiy bizda umumiy quvvatimiz 820 kilovat energiya tashish uchun demak quvur liniyamizda demak teplonositilni tezligi taxminan 2 yoki 3 metr taqsim sekundda oshib ketishi kerak emas. O'sha jihatlari bor, o'sha narsalarning hisob-kitobi bor. Keyin mana bu yerda bu tomonga vodochetga qaratiladigan bo'lsa, rasxodamerlarni joylashtirishimiz bor. Demak, rasxodamer boyagi hisoblagichlarni joylashtirishda o'zini talabi bor. Demak, bu yerda rasxodamerlarimiz laminar oqimda to'g'ri hisoblaydi. Turbulent oqim bo'ladigan bo'lsa, demak, xatoliklar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun har bitta rasxodamerni foydalanishda, ishlatishda, demak, uni primoy uchastklar tashlab ketishimiz kerak. Ya'ni rasxodamerdan oldin 3 ta diametr, rasxodamerdan keyin 5 ta diametr va shu va hokazo. Har bitta rasxodamerni ishlab chiqaruvchisi qo'ygan talabi va tipidan kelib chiqqan holatda bu o'zi alohida belgilanadi. Bundan tashqari bu yerda manometr va termometrlarimiz o'zi klass точности bo'yicha, ya'ni aniqlik sinfi bo'yicha ikkinchi sinfdan past bo'lgan aniqlikdagi manometr va termometrlar qo'yilishi taqiqlanadi. Umuman shenkadan belgilab o'tib ketilgan va har bitta manometr va termometrlarni qo'yilishi xuddi shu tartibda bo'lishi kerak. Har bitta ishchi elementdan oldin va keyin o'sha joyda nosozlik bor yoki yo'qligini bilishimiz uchun manometrlar soni xuddi shu asosda qo'yilgan bo'lishi kerak. Ya'ni har bitta filtrdan oldin va keyin, har bitta hisoblagichdan oldin va keyin, har bitta klapandan oldin va keyin, har bitta nasosdan oldin va keyin va hokazo va hokazo. O'shaning uchun ham bu tizimda umumiy olib qaraydigan bo'lsangiz, manometrlar, datchiklar, termometrlarimiz juda ham ko'payib ketgan. Bu lekin o'zi maqsadli qo'yilgan har biri, demak, bu yerda foydalanuvchi uchun ham, bu yerda xizmat ko'rsatuvchi personal uchun ham, undan tashqari bularga issiqlik yetkazib beruvchi tashkilot uchun ham qulayliklar, afzalliklar yaratib beradi bu har bitta qo'yilgan narsalar. Demak, individual issiqlik punktlarining asosiy afzalliklaridan biri, demak, bu pogoda zavisimiy avtomatik asosida demak, foydalanuvchi uchun qulay, haroratni ta'minlab berish va ortiqcha isrofgarchilikni oldini olish hisobiga energiya iqtisodiga erishish. Bu asosiy vazifalardan biri. Undan tashqari yana demak, bu yerda yopiq tizim asosiga ishlayotganligi uchun demak, bu yerda
kotelniyda vodopotokka qilingan, ya'ni qayta ishlangan suvlar, unga ximikat qo'shilib, uni ximik sostavi va uni fizik xossalari yaxshilangan holatda bo'lgan suvlarni isrofini kamaytirish maqsadida ham demak yopiq tizim qo'llanilgan. Xo'p, keyin yana bitta asosiy afzalliklardan biri demak bu shaffof hisob-kitob. Demak, har bitta obyekt o'zi iste'mol qilayotgan issiqlik energiyasiga haq to'laydi, o'sha asosda hisob-kitob qiladi. O'shaning uchun asosiy ishchi elementlari o'shaning uchun qo'yilishi shart.